Akalar boshlanish to'lovi 10 ming dollar bilan Lep Motors C16 mashinamizni bo'lib to'lashga halol nasiya savdosiga beramiz. 2026-yil restyling zapas xodi 1200 km akalar. Hop, elektr o'zida 280 km yuradi. Mashinamizda absolyutni yangi, bunga nomer taqilgan tayyor. Xohlasanglar tamojnada naqd olaman desanglar, nomingizga chiqadigan variantlari ham bor. 2026 restyling nima sabab restyling deyishadi? Hop, ruchkalari kirib chiqadi. Bu yerda lidarlari bor. Mashinamizda navorotlari, nima navorot kerak desanglar, hammasi bor. Xolodilniklargacha bor akalar. Bu yerda massaj steni, abduf, abagrev, slipoy zona, beskulchoy, do'stib hamma narsasi bor. Bu yerda ikkita bloklari bor. Bu yerda orqa monitor, bu yerda oldin monitor. Xullas, nima navorot kerak desanglar, xudo xolasa hammasidan bor. Salonlari juda ham chiroyli ishlangan. Sidenalar 9 o'rinliqli akalar. Jali 9 bo'lmasa ham o'shani atmosferasini beradi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Ошибкалari, bu yerda sidenalari juda ham chiroyli ishlangan akalar. Xudo xolasa niyat qilganlar hammanglar eng kamida mana shunaqa mashinalar haydab yurish nasib qilsa hammanglarga. Xo'p. Akalar pastda nomer qoldiramiz. Bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Mabodo naqdga qiziqayotganlar bo'lsa, naqdga 34 ming dollar qilib beramiz. Bu mashinamizda nomer taqilgan tayyor. Boshlang'ich to'lov 10 ming dollar bilan nasiya savdosiga chiqarib beramiz.